Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali bo'lib chiqadigan korjik tayyorlaymiz. Qatiqqa osh sodasini qo'shamiz. Reaksiya paydo bo'lgandan keyin shakar va o'simlik yog'ini qo'shib, shakari eriguncha aralashtiramiz. Un va razriqli til qo'shib xamir qoramiz. Xamir tayyor. Stolga un sepib, xamirning qalinligi 1-1,5 cm bo'lganicha ezamiz. Xamirni formashka bilan kesib olamiz. Xohlagan formani ishlasangiz bo'ladi yoki piyola bilan dumaloq qilib kessangiz ham bo'ladi. Qolgan xamirlarni ham birlashtirib, yoyib, formashkalar bilan kesib olamiz. Korjiklarni pergament qog'oz solingan listga solamiz. Ustiga qatiq surib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 30-35 minut pishirib olamiz. Juda ham mazali va yumshoq bo'lib chiqadigan bolalikni eslatadigan korjiklar tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha. Kanalimga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.